Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukurullayevna. Darsimiz anatomiya. Bugungi mavzumiz venöz va limfatik tizimining umumiy anatomiyasi. Mavzu rejasi: birinchi, venalar va ularning xususiyati. Ikkinchi, yuragida yuqorigi kovak vena tizimi. Uchinchi, pastki kovak vena tizimi va uning tarkibiga kiruvchi qon venasi. To'rtinchi, limfa tizimi. Beshinchi, tananing turli qismlarida limfa tomirlari va limfa tugullari. Yurak venalari. Ma'lumki, yurak devori tojsimon arteriyalar orqali qon bilan ta'minlanadi. Yurakning hajmiga qarab mayda va yirik venalar farqlanadi. Mayda venalardan venöz qon yurakning o'ng bo'lmachasiga kelib quyiladi. Yurakning yirik venalari bir joyga qo'shilib, tojsimon sinus yoki kovakni hosil qiladi. Yurakning katta venasi yurakning uchidan boshlanib, uzunasiga ketgan oldingi egati bo'ylab yotadi. Qonni yurakning o'ng va chap qorinchalarining oldingi yuzasidan yig'adi. Yurakning o'rta venasi yurakning orqadagi bo'ylama egatiga joylashadi va qonni yurakning orqa yuzasiga yig'adi. Yurakning kichik venasi esa yurakning orqa yuzasidan toj egatining o'ng qismida joylashadi va qonni tojsimon kovakka quyadi. Yuqori kovak vena tizimi. Yuqori kovak vena uzunligi 5-8 cm, diametri 20-25 mm bo'lib, ko'krak qafasining old ko'ksida joylashgan. Yuqorigi kovak vena chap va o'ng yelka bosh venalarining qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi va yuqoriga ko'tariluvchi aortaning o'ng tomondan pastga tushib, o'ng bo'lmachasiga qo'yiladi. Yuqori kovak vena qonni yelka kamari sohasidan, qo'llardan, boshdan, bo'yindan, ko'krak qafasidan yig'adi. Limfa tizimi. Limfa tizimi quyidagi vazifalarni bajaradi. To'qima hujayralardan hosil bo'lgan turli mahsulotlarni olib ketishga, ayniqsa qon kapillyarlariga o'ta olmaydigan yuqori molekulalar, oqsillarni va yot zarrachalarni. Ikkinchi, qonni zararsizlantirishda, ya'ni qon tarkibiga tushgan turli mikroblar va mikroorganizmlarni yemirishda ishtirok etadi. Uchinchi, himoya vazifasi. Limfa tugunlarida limfositlardan tashqari himoya ahamiyatiga ega bo'lgan oqsillar, antitanachalar ishlab chiqariladi va organizmning immun sistemini ifodalaydi. Venöz tizimi uchun yordamchi drenaj tizimi hisoblanadi. Limfa tizimiga limfa kapillyarlari, limfa tomirlari, asosiy limfa stvollari va limfa yo'llari, ko'krak limfa yo'li va o'ng limfa yo'li kiradi. Yo'l-yo'lakay limfa oqimi bo'ylab limfa tugullar yotadi. Limfa sistemasi o'zi nima? Limfa tizimi qon aylanish tizimi bilan bog'laydigan, u kapillyarlar, tomirlar, kanallar va tugullardan iborat. Ushbu tizim limfani bir tomonlama qon oqimiga qaytaradi. Nasos yo'q, lekin limfa skelet muskullari harakati, nafas olish harakati va tomir devorlarining silliq muskullarining qisqarish orqali harakat qiladi. Limfa rangsiz yoki sarg'ish suyuq bo'lib, uning miqdori organizmda 1-1,5 litr tarkibi qon plazmasiga o'xshashdir. Limfa suv, oqsillar, tuzlar va qon shakl elementlaridan izofillar, bazofillar va limfositlarda uchraydi. Ammo limfaning oqsili va hujayraning tarkibi o'zgarib boradi. Masalan, periferik limfa tarkibida oqsillarning miqdori 0,49 dan 0,69% ni tashkil etsa, ko'krak limfatik yo'lda 2-4,5% ni tashkil etadi.
Hujayra miqdoriy jihatdan Jdanov periferik orqali oraliq va markaziy limfani ajratadi. Periferik limfani hujayralarning soni kam va bundan limfa umuman limfatik tugunlardan hali o'tmagan. Oraliq limfa bir nechta limfatik tugunlardan o'tgan. Markaziy limfa esa barcha limfa tugunlardan o'tib hujayralarda ancha boyigan bo'ladi. Limfa kapillyarlari bir tomoni berk bo'lgan naychalardan bo'lib, devorlari yupqa, bir qavat endotelial hujayralardan iborat. Limfa kapillyarlari ba'zan membranasi va tashqi qavatida perisitlar bo'lmaydi va endoteliysi to'g'ridan to'g'ri biriktiruvchi to'qimaning hujayralar aro moddasiga yondashadi. Limfatik kapillyarlar tananing barcha a'zo va to'qimalarida uchraydi. Faqat bosh miyada, orqa miyada, ko'z soqqasida, ichki quloqda, teri epidermisida, taloqda, suyak ko'migida va yo'ldoshda bo'lmaydi. Limfa kapillyarlarining diametri 0,2 mm gacha yetishi mumkin va qon kapillyarlariga nisbatan ancha yirik bo'ladi. Limfatik kapillyarlar bir-biri bilan tutashib yopiq to'rlarni hosil qiladi, lekin bu to'rlar uchlamchi tuzilishga ega va bir-biriga nisbatan turli sath ostida joylashishi mumkin. Limfa tomirlari devori vena tomirlari devoriga o'xshash 3 ta pardadan iborat. Ichki parda endoteliy hujayralardan, o'rta parda silliq muskul hujayralardan iborat, tashqi parda siyrak tolali biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. Limfa tomirlarining ichki pardasida klapillar bor. Limfa tomirlarining klapillar fiziologik ahamiyati xuddi venalarga o'xshash. Limfani markazga, yurak tomonga harakatlantirishda va orqaga qaytib ketishiga yo'l qo'ymaslik mexanizmidan iborat. Qon tomirlaridan farqi limfatik tomirlar o'z yo'nalishiga albatta bir yoki bir necha marta uziladi. Chunki limfatik tomir limfa tuguniga darvozasidan kirib, qavariq tomondan chiqib ketadi va yo'l-yo'lakay tugunlardan o'tib, turli zararli moddalardan tozalanadi. Limfa tuguni kattaligi 0,5-1 sm keladigan yumaloq yoki loviyasimon tuzilmalar bo'lib, bir tomoni odatda botiq bo'ladi. Bu yerda tugun darvozasi joylashgan. Tugun darvozasidan ichida limfa olib keluvchi tomirlari, arteriyalar va nervlar kiradi. Venalar va limfa olib ketuvchi tomirlar chiqib ketadi. Limfa tugunlarining joylashuvi va limfani oqimini yo'nalishiga ko'ra regional limfa tugunlari farqlanadi. Limfatik stvollar va yo'llar devorining qalinligi va diametrining kattaligi bilan limfa tomirlardan farqlanadi. Ko'krak miyotitlarning qisqarilishi tufayli limfa harakatlanadi. Yo'lning devori nerv tolalari bilan yuqori darajada ta'minlangan bo'ladi va tarkibiga postganglionar nerv tolalari bilan simpatik stvolning hujayralari ko'proq tashqi pardalar uchraydi. Ko'krak limfa yo'lining ichki pardasida 7-9 klapillar hosil bo'lib, ayniqsa oxirgi quyish qismida juft klapillar bo'ladi. Tananing turli qismlaridagi limfa tomirlari va limfa tugunlari bosh va bo'yin sohasida limfa bosh miya, bosh chegarasiga guruh bo'lib to'plangan. Ensa quloq oldi, iyak osti, jag' osti, til, lunj limfa tugunlariga kelib qo'yiladi. Bu tugunlardan chiqqab olib ketuvchi limfa tomirlari bo'yinning yuza va chuqur joylashgan limfa tugunlariga yo'naladi. Mana bu rasmlarda limfa sistemalari, limfa tugunlari ko'rsatilgan. Limfa sistemasida limfa kapillyarlar turi, limfa tomirlari, limfa tugunlari hamda 2 ta limfa yo'lidan tashkil topgan. Limfa tugunidan boshlangan ko'rsatilgan rasm sxemalari
Qo'lning ostki chuqurchasi qalin bo'lgan va doimiy bo'lmagan ko'kraklararo limfa tugullari ham ko'rsatishi mumkin. Bu tugullar ko'krakning katta va kichik muskullar orasida joylashgan. Barcha qo'l bo'limlari oqib chiqadigan limfa tomirlarining hammasi yig'ilib o'z tomonidagi o'mrov osti limfa yo'liga quyiladi. Oyoqning limfa tomirlari va tugullari oyoqning regional limfa tugullari tizza osti, chov limfa tugullari kiradi. Limfa tugullari va limfa tomirlari yuza va chuqur bo'lib joylashgan. Oyoqning yuza limfa tomirlari limfani teridan, teri osti kletchatkasidan yig'adi. Chuqur limfa tomirlari esa chuqur joylashgan to'qimalardan, fatsiyalardan, paylardan, boylamlardan, bo'g'imlardan, muskullar va suyaklardan limfani yig'adi. Yuza limfa tomirlari medial, orqa va lateral guruhlarga bo'linadi. Qorin va ko'krak qafasi sohasining limfa tugullari esa qorin bo'shlig'ining limfa tugullari devori oldi va ichki tugullarga bo'linadi. Qorin oldi devoridagi pastki qorin ustki limfa tugullari, orqa devoriga esa bel tugullari joylashgan. Pastki qorin ustki limfa tugullari qorin bo'shlig'ining oldingi devorining va teri va muskullariga perineal pardadan qorin ostki kletchatkasidan kelayotgan limfaga quyiladi. Ko'ks orqali tugunlardan chiqadigan olib keluvchi tomirlar ko'krak limfatik yo'liga yoki venous burchagiga quyiladi. O'pkalar sohasidagi tugullar ikki guruhga bo'linadi. Nazorat savollari: yurakning tuzilishi va qavatlarini tushuntiring. Yurak miokardining joylashish va funksiyasiga ayting. Yurakdan chiquvchi va yurakka keluvchi qon tomirlari tizimini tushuntirib bering. Yurak qon tomir faoliyatiga nerv sistemasining ta'siri. Yurak qon tomir sistemasining qismlarini sanab bering. Katta qon aylanish doirasining tuzilishi va funksiyasini tushuntirib bering. Kichik qon aylanishi doirasini boshlanishi va tugash joylarini ayting. 8. Limfa sistemasining qon aylanishi farqini ayting. 9. Qon tomirlari devorining tuzilishini tushuntirib bering. 10. Limfa tizimi takomillashuvini tushuntirib bering. 11. Taloqning organizmda joylashuvi va funksiyasini ayting. 12. Leykositlarning organizm immunitetini ta'minlashdagi roli. 13. Suyak ko'magidagi shakl elementlarning ishlab chiqarilishini tushuntiring. Bugungi darsimiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada yangi va ko'proq ma'lumot olish uchun Renessans ta'lim universitetining kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.